osmi huzuriga farzandi bilan kirib kelishi, uni o'ta ibodatli, taqvoli, afifa ekanligini bilganlar uchun ham, bilmaganlar uchun ham kutilmagan bir voqea bo'ldi. Bu voqea tufayli unga nisbatan turli tuhmatlar yog'ila boshladi. Chunki turmushga chiqmasdan farzandli bo'lgan ayolga nisbatan shunday muomala bo'lishi tabiiy bir hol edi. Maryam tazyiq qilgan kimsalarga Isoni ko'rsatib, uning o'zidan voqeani so'rashlarini ishora etdi. Go'dak gapira olmasligini bilgan qavm Maryamning bu muomalasidan yanada darg'azab bo'ldi. Shunda go'dak Iso alayhissalom Allohning irodasi bilan so'zlab, o'z onasining pokiza ekanligini bayon qildi. Men Allohning bandasidirman. Tez kunlarda Alloh menga muqaddas Injil kitobini berib, meni payg'ambarlikka ixtiyor etdi. Meni yaxshilik o'rgatuvchi etib, namoz o'qish, zakot berish kabi amallarga buyurur. Shuningdek, onamning hurmatini joyiga qo'yib, baxtli saodatli hayot kechirguvchilardan qilur, deb javob qaytardi. Bu davrlarda Bani Isroil qavmi Allohning belgilagan hadlariga rioya qilmay, halol va haromdan mol to'plab, hatto mahshar kunlarini yu hisob kitob qilinishlarini inkor etishib, oqibatda dunyoviy hirs va shahovatlarga mukkasidan ketgan bir paytlar edi. Iso alayhissalom yoshi 30 ga yaqinlashgach, Alloh taolo unga Tavrot hukmlari yu Injil ko'rsatmalaridan ta'lim berib, Bani Isroil qavmini hidoyatga boshlash uchun payg'ambarlik darajasini iroda etdi. Iso alayhissalom odamlarga o'zining risolatini yetkazib, o'z ta'limotiga ergashishlariga da'vat etdi. Yahudiylarni noto'g'ri yo'llardan qaytarib, ularga halol va haromni tushuntira boshladi. Iso alayhissalom kishilarga o'zidan keyin Ahmad, ya'ni Muhammad alayhissalom nomida bir payg'ambar bo'lishi bashoratini ham yetkazdi. Iso alayhissalom da'vatlari asnosida o'zlarini saduqiylar deb nomlagan, oxirat kunini, unda bo'ladigan hisob kitobni inkor etguvchi bir toifaga to'qnashdi. Shuningdek, noto'g'ri diniy tushunchalar bilan ongi qotib qolgan diniy peshvolar bilan ham tortishib, Iso alayhissalom ularning barchasini o'zining kuchli, asosli dalil hujjatlari bilan lol qoldirdi. Ularning tutgan yo'li, aqidalari noto'g'ri ekanini tushuntirdi. Lekin sarkashlik va kufr qon-qoniga singib ketgan bu qavmlar Isoning da'vatiga quloq solmadilar. Shunda Iso alayhissalom o'z qavmiga yuzlanib, kim Alloh uchun menga yordam ko'rsata olur, dedi. Isoga iymon keltirgan shogirdlaridan bir guruhi to'plangan sarkash, kofir qavmlardan qo'rqmasdan shijoat va sabot bilan o'zlarining iymonlarini oshkor etib, Isoga yordam berajaklarini aytishdi. Bular Qur'onda havoriylar deb madh etilgan. Ular Iso alayhissalomning eng yaqin muxlis shogirdlari bo'lib, 12 kishi edilar. Iso alayhissalom ularni o'z dinini tarqatish uchun atrofga jo'natdi. Havoriylarning Isoga yordami tufayli saduqiylarning din arboblari
o'zlariga nisbatan katta xatarni seza boshladilar. Chunki Iso alayhissalom bularning kirdikorlarini ochib, dunyoviy lazzat va havaslarga berilib ketganliklarini qoralab, ularni odamlar orasida sharmanda qila boshlagan edi. Shunda ular qanday qilib bo'lsa hamki Iso alayhissalomga qarshi kurashish rejalarini tuzib, uni yolg'onchilikda ayblashga o'tishdi. Isodan o'z payg'ambarligini isbot qiluvchi mo'jizalar ko'rsatishni talab qila boshlashdi. Shunda Alloh taolo o'z payg'ambari Iso alayhissalomni bir necha mo'jizalar bilan quvvatladi. Iso alayhissalom loydan qush shaklini yasab, unga puflasa, Allohning irodasi bilan qush bo'lib ucha boshladi. Tug'ma ko'r bo'lib tug'ilganlarni qo'li bilan silasa, Allohning irodasi bilan ular ko'radigan bo'ldi. Peslarga qo'lini tekkizsa, Allohning marhamati bilan ular tuzaldi. Allohning izmi bilan Iso alayhissalom o'liklarni tiriltirar. Kishilar uylarida nima yeyotganlari-yu, nimalarni saqlab qo'yganlarining xabarini berar edi. Bulardan tashqari havoriylar, Isoning shogirdlari, o'zlarining iymonlarini yanada mustahkamlash va Isoning payg'ambar ekanligiga bo'lgan ishonchlarini yana ham ziyoda qilish maqsadida Iso alayhissalomdan yana bir mo'jiza, ko'kdan bir dasturxon tushirish, bu dasturxondan o'zlari taomlanish istagini bildirdilar. Iso alayhissalom o'z Parvardigori huzuriga duo qilgan edi, ular istagan dasturxon ham muhayyo bo'ldi. Iso alayhissalom ana shunday mo'jizalar orqali insonlardagi ruhni tarbiyalab, qiyomatga iymon keltirishga va u dunyodagi haqiqiy hayotga ishonishga hamda u haqiqiy dunyoda har bir kishi o'zining qilgan barcha yaxshi-yu yomon amallari uchun javob berajagiga ishonishga da'vat etdi. Alloh taolo Iso alayhissalomni payg'ambarligini isboti uchun mo'jizalar ko'rsatishga muvaffaq etib qo'yganiga qaramay, qalbi ko'r yahudiylar qanday qilib bo'lsa ham Isodan qutulish payiga tushdi. Isodan xalos bo'lish uchun odamlarni unga qarshi qo'yishdi. Bu hiyla-yu nayranglar ham ish bermagach, Rumliklarni Isoga qarshi qilishga urindilar. Iso Rum podshohligi uchun xatarli, u o'z da'vati tufayli Rum podshohligini yo'qotishga intilyapti. Tez kunlarda Rum podshosiga qarshi kurashadi degan mazmundagi fitna xabar tarqatishib, shu bilan Rum podshosini Isoga qarshi qo'yishga muvaffaq bo'ldilar. Rum podshosi Isoni tutib, uni osib o'ldirishga farmon berdi. Rum askarlari Isoni axtara boshladilar. Iso alayhissalom ulardan yashiringan edi. Lekin o'zining do'stlaridan biri Yahudo Ilasxaryut xoinlik qilib askarlarga Isoning yashiringan joyini ko'rsatdi. Iso yashirinib yotgan joyga boshlab borganda, Alloh taolo u xoinning o'zini Isoning suratiga o'xshatib, tilini soqov qilib qo'ydi. Rum askarlari xoin Yahudoning o'zini Iso deb gumon qilib, uni osib o'ldirdilar. Iso alayhissalom esa omon qoldi.
ular o'zlaricha Isoni osib o'ldirdik deb so'z tarqatdilar. Aslida esa Isoni Alloh taolo o'z huzuri ilohiysiga ko'targan edi. Qur'oni Karim oyatlarida Iso alayhissalom haqida kelgan oyatlarga nazar solsak, unda Isoni oddiy inson ekanligini va u o'z qavmini hidoyatga boshlash uchun Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar bo'lganini, Allohning birligiga, yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohda na sherigu, na ahli farzand borligiga e'tiqod qilishga da'vat etganligini guvohi bo'lamiz. Iso alayhissalom hech qachon Allohning farzandiman deb da'vo qilmagan.